Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Men keyingi zakazlarimizni bitkazib oldik. Xudo xolasa, mana endi o'rnatgani olib borib, o'rnatib kelamiz. O'rnatib bo'lib yana video obzor qilamiz. Kech qolib ketmasak deb, hali kech qolib ketsak videoga ololmay qolamiz deb, o'shaning uchun yorug' yozda olib olyapmiz. Mana ko'rib turganinglardek. Mana shu MDFdan mana Lola Pasondan qilib berdik. 06 dan qildik bularni. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish uстановkasi ichida. Ko'rib turibsizlar. Mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi Lola Pasonda. Bularni kvadratini 900 ming so'mdan qildik. Olib borib o'rnatish uстановkasi hamma yo'q ichida bo'lyapti mana. Qora gulli aynalar solib berganmiz. Elda xizmatidamiz. El qatori mana sizlarga ham yashiram kerak bo'lsa bemalol qilib beraveramiz. Bemalol murojaat qila olasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Mana yaqinroq bemalol ko'rsatib ham bera olaman. Zamolarimiz mana magnitli zamoy hayte pasondagi zamoy bo'pti bu. Mana. Zamol hammasi bir xilda.